Assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aziz do'stlar, barchalaringga alangali salom. Do'stlar, hozir biz mana Qirg'iziston Respublikasining Issiqko'l rayonidan ish joyimizdan video qilib boryapmiz do'stlar. Ko'rib turganlaringdek tog' bag'ri yonidamiz. Bular mehmonxonalar, ya'ni turistlar kelib dam olish uchun mehmonxonalar bu yerda joylashgan. Barcha binolar, uylar, bu ham mehmonxona. Pastdagilar ham, ya'ni bu yer o'zimiz qurib boryapmiz. Mana bu yer remontini qilib. Bu yer ham, bu yerda mana bitta mana tushyapti, xudo xolasa. Bu ana shu uyda ham ichidagi usta bolalar o'zimizdan, ya'ni qo'shni qishlog'imizdan keldi. Kecha yetib keldi. Qizg'in ketyapti ishlarimiz do'stlar. Ko'rib turganlaringdek.